Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi avtomobilimiz Cobalt 2-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 187 ming yurgan. Mashinamiz ABS konditsionerlari bor. Mashinamiz holatlari juda ham ideal holatda turibdi. 4 ta yangi yumshoq ballonlar taqilgan. Mana hali suskachalarida turibdi. Mashinamiz metan gazla ustanovkalar qilingan, pakkalena. Kraskalariga keladigan bo'lsak, hozir kraskalarni aytib o'taman. Mashinamiz salonlar ko'rinishi Ashkalar qanday holatda turibdi, rullari qo'llari bilan turibdi, yaxshi nakkacha holatda taqilgan, kovrik-poliklar tashib qo'yilgan. Salonlar juda ham akkuratniy, приятный turibdi. Mana qirilib, chizilib bitmagan salonlari ham juda ham zo'r. Egalaridan bir qo'l. Mashinamiz qaytarib o'taman 2020-yil. Mashinamizning tan narxi 125 million so'm etib belgilandi. Biron joylarga kulish tegmagan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu oldi krilochasida kichkinagina pitnochasi bor ekan. Keyin mana shu eshikda, mana shu eshikning qorinchasida kichkina pitnosi bor ekan. O'zlaring uchun bemalol kelib ko'rib tekshirib olsalaring bo'ladi. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas Cafe ro'parasida ofisimiz. Telefon raqamlarimiz 94 344 8111 raqamlariga aloqaga chiqib kelib ko'rib baraka qilsalaring bo'ladi. Mana kapotlarni ham ko'rib turibsizlar, biron joylarga tosh o'tib ketib taksi qilinmagan mashin. Holatlari juda ham zo'r. Men o'zim ko'rib chiqdim. Bironta xarajati yo'q mashinani. Hadoyi tomonidan, motor tomonidan xarajatlari yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.